O'shaning uchun go'zal natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Rahmat. Endi boya sizni prinsiplaringiz haqida gaplashdik. Men o'qib chiqdimda, hozir ham mana shuni bittasini olib qo'ysa yigit nima qilarkin dedim. Ichidan, masalan, moliya, e'tiqod, din masala, salomatlik, bilim, jamiyatga foyda, oila, dam olish, sevimli kasb tutsiz. Shuni ichidan bittasini olib tashlang desam, qaysini olib tashlaysiz? Ololmayman. Dam olishni? Ololmayman. Chunki men mana shu yillar mobaynida baxtni formulasini qidirdim. Bir ustozga bordim. Ustoz aytdilarki, baxtli bo'lish uchun pul kerak dedilar. Ko'p pul kerak dedilar. Pul topish uchun moliyaviy bilim senga kerak dedilar. Moliyaviy bilimni men o'rgataman, ke dedilar. Bir ustozga bordim, baxtli bo'lish bu salomatlikda dedilar. Salomat bo'lishing uchun men senga o'rgataman, ke sport bilan shug'ullanamiz dedilar. Bir ustozga bordim, baxt bu qalb xotirjamligida, ke men senga o'rgataman dedilar. Va har bitta ustoz o'zini yo'nalishini maqtadi va men oxir oqibat bu mozaikani to'pla olmadim, qiynaldim. Nimada o'zi? Pul topsam-u, sog'lig'im bo'lmasa. Sog'lig'im joyida bo'lsa-yu, lekin bolalarim och bo'lsa. Qalbimda xotirjamlik bo'lsa-yu, lekin orzu-havasdagidek baribir yasha olmasam. Ya'ni qiynaldim, buni topishga qidirdim. Va men bir 8 ta narsa bir-biriga juda yaqin bo'lgan narsalarni, bir-birisiz bo'lmaydigan narsalarni o'zim uchun anglab yetdim. Bu aytilgan shu 8 ta yo'nalish. Inson nima qilish kerak? Faqatgina agar moliyaviy bilim oladigan bo'lsangiz, qolganlari qolib ketadi. Men bu 8 ta narsani men shunday krug sifatida aylantiraman u. Belgilab, o'rtada tochka sizsiz, o'rtada nuqta sizsiz. O'zingizni belgilang deyman. Moliyaviy jihatdan necha ballga o'zingizni belgilaysiz? 1 dan 10 gacha. Aytaylik, boysiz. 8 belgilang. Hop. Oila. Oilangiz qanchalik to'liq, to'kis, qanchalik vaqt ajratasiz, uni belgilang. 3. Chunki kamroq vaqt ajratadi-da, ish ko'p bo'lgandan keyin odamda. Sog'liq uchun qancha vaqt ajratasiz? Sportga, sog'lom bo'lishimiz uchun sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Sportga qancha vaqt ajratasiz? 2. Kamroq. Hammasini belgilab chiqasiz, endi birlashtiring deyman. Uni birlashtiradilar. Endi bu sizda hayot aravangizda g'ildiragi. Xo'p, u g'ildirak yuradimi, qimirlaydimi? Ha, albatta qimirlaydi. Hammani g'ildiragi qimirlaydi. Kimdirda g'ildiragi 3 burchak bo'lishi mumkin, kimdirdagi 4 burchak bo'lishi mumkin. Allohu akbar, Allohu akbar. Hammasi qimirlaydi. Faqat farqi shundaki, qancha g'ildirak aylana shaklida bo'lsa, doira shaklida bo'lsa, shuncha oson qimirlaydi.